Assalomu alaykum azizlar. 2025-yil bongo so'raganlar uchun maxsus bo'ladi. Hop, kalitini bitta berishdi va bitta oddiy kalitdan berishdi. Zaryad tugab qolgan paytda bu orqali ochsa ham bo'ladi. Hop, akalar, bir boshdan aytib o'taman. Mashinamiz 2025-yil bo'lib chiqqan, 2024 11-oy ishlab chiqarilgan. Mashinani ham bir marta aylantirib o'tib, imkon boricha videoni qisqa qilishga harakat qilaman. Xudo xolisa mashinada muammo yo'q ekan, umuman petnosi chizilgan joylari umuman yo'q. O'ta ham tiniq holatda ekan. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, balonlari ham o'ta ham tiniq, yangi balonlar. Hammasi yangi ekan. Ko'rib chiqdim, hozir taglarini ko'rishingiz mumkin. O'ta ham tiniq holatda. Umuman qiynalmasdan minilgan mashina. Endi 10 ming ham yurmagan ekan. Hop, ko'rishingiz mumkin, gulshitrlarini, taglari hammasi yangi holatda turibdi. Hali nakleykalari ham ko'chmagan ekan.